Kunning muhim va dolzarb yangiliklari bilan dunyo yangiliklari o'z ishini boshladi. Ukraina armiyasi tinch aholidan tirik qalqon sifatida foydalanmoqda. Ahmad komandiri. Nyu-Yorkning ilk musulmon meri AQShdagi o'zbeklarga rahmat aytdi. Kiyev qurshovidagi askarlari uchun vaziyat halokatli ekanini tan oldi. Rossiyada yangi harbiy reja, endi har kun chaqiruv. Putin nima rejalamoqda? Trampni Nobelsiz qoldirgan Machado Venesuelada qaysi davlat josuslari borligini aytdi. Ukraina Rossiya chizig'ida yangi temir devor, Polsha sirli loyihani e'lon qildi. Rossiya energiya markazlari nishonda, Ukraina dron urushini yangi bosqichga ko'tardimi? Rossiya Federatsiyasidagi hamyurtlarimiz diqqatiga, agarda sizga registratsiya, продление, трудовой договор, уведомление va shunga o'xshash huquqiy yordamlar kerak bo'ladigan bo'lsa, ekraningizdagi raqamlarga bog'lanishingiz mumkin. Ukraina armiyasi tinch aholidan tirik qalqon sifatida foydalanmoqda. Ahmad komandiri. Ukraina qurolli kuchlari Rossiya armiyasi zarbalaridan qochish uchun Sumy viloyatidagi bir qator aholi punktlarida tinch aholi uylariga joylashmoqda. Bu haqda RIA Novosti Ahmad maxsus kuchlarining chaqiruv belgisiga ega bo'lgan komandiri ma'lum qildi. Biz Sumy mintaqasida tinch aholini kutyapmiz. Ukraina qurolli kuchlari ularni ataylab evakuatsiya qilmayapti. Ukraina fuqarolari tirik qalqon vazifasini o'taydi. Ular fuqarolar bilan birga uylarda yashaydi. Biz bu uylarga zarba bermaymiz va ular shundan foydalanadi. Xotin qishlog'ida fuqarolar va harbiylar aynan aralashib yashaydi, dedi Aid. Uning so'zlariga ko'ra, Sumyning o'zida va Sumy oldidagi aglomeratsiyada ham fuqarolar harbiylar bilan birga, ya'ni uylar rossiyaliklarning dushman harbiy guruhlarga zarba berishini qiyinlashtirish uchun shunday harakat qiladi. Shu sababli biz boshqa nishonlarni tanlashga majbur bo'lyapmiz, deya xulosa qildi jangchi. Nyu-Yorkning ilk musulmon meri AQShdagi o'zbeklarga rahmat aytdi. Zahran Mamdani Nyu-York shahrining yangi meri etib saylangach, ilk g'alaba nutqida prezident Donald Trampga bevosita murojaat qildi. Va xullas, prezident Tramp, agar siz birortamizni olmoqchi bo'lsangiz, avvalo hammamizdan o'tishingiz kerak bo'ladi, deya keskin bayonot berdi. Uningcha, Nyu-York Tramp davridagi bo'linish va nafrat siyosatiga qarshi yorug'lik mayog'i bo'lishi kerak. Mamdanining so'zlariga ko'ra, yangi ma'muriyat shaharda eng avvalo oddiy aholining hayotini yengillashtirishga, uy-joy ijaralarini jilovlash, mehnat huquqlarini kengaytirish, migrantlar va boshqa zaif qatamlarning huquqlarini himoya qilishga e'tibor qaratadi. Mamdani Trampning tanqidlariga javoban ovozni balandlatishga tayyorligi bildirildi. Bu uning Tramp siyosatiga qarshi murosasiz turishini anglatadi. Kampaniya davomida u Tramp ma'muriyatining migratsiya siyosati va federal bosimlarini keskin qoralab kelgan g'alaba nutqida ham Trampning ko'tarilishiga yo'l ochgan sharoitlarning o'zini yo'qotish zarurligini ta'kidladi. Nutqning asosiy urg'usi birdamlikka qaratiladi. U nafrat, islamofobiya va korrupsiyaga qarshi qat'iy chora ko'rishni, siyosat markaziga esa boylar emas, ishchi sinf manfaatlari qo'yilishini aytdi. Nyu-Yorkning ilk musulmon meri AQShdagi o'zbeklarga ham rahmat aytdi. Shahrimiz siyosatchilari ko'pincha unutib qo'yadiganlarga ham alohida rahmat. Men yamanlik vino ishlab chiqaruvchilarga, meksikalik buvilarga, senegallik taksichilarga hamda o'zbek hamshiralarga va efiopiyalik xolalarni nazarda tutyapman, degan Mamdani. Shu tariqa Mamdanining g'alaba nutqi shahar boshqaruvidagi yangi davrning siyosiy ohangini belgiladi. Oldindagi sinovlar, byudjet, kongress va Oq uy bilan muzokaralar keskin bo'lishi turgan gap. Biroq mer o'z tarafdorlariga biz chekinmaymiz degan aniq signalni berdi. Prostatit, ikkilamchi, bepushtlik, tez-tez peshob tahorat buzilishidan aziyat chekmoqdamisiz? Jinsiy zaiflik yoki yallig'lanish sizni qiynayaptimi? Endi bu muammolarni birinchi haftaning o'zidayoq bartaraf etish mumkin. Vulkan erkaklar uchun jinsiy faollikni tiklashga, yallig'lanishni yo'qotishga va sog'lig'ingizni yaxshilashga yordam beradi. 5-kunda natijasini sezasiz. Batafsil ma'lumot uchun ekraningizdagi raqamlarga qo'ng'iroq qilishingiz mumkin. Kiyev qurshovidagi askarlari uchun vaziyat halokatli ekanini tan oldi Rossiya MB. Rossiya tomonidan ozod qilingan hudud orqali qurshovda qolgan ukrainalik harbiy xizmatchilarga kirishga urinishni taqiqlash haqidagi bayonot Ukraina qurolli kuchlarining Krasnomarsk, Dmitrov va Kupianskdagi qoldiqlari uchun halokatli vaziyatning rasmiy e'tirofi bo'ldi. Bu fikrni Rossiya Mudofaa vazirligi rasmiy vakili general-leytenant Igor Kanashenkov o'z chiqishida bildirdi.
Bunday bayonot Ukraina Tashqi ishlar vazirligi rasmiy vakili Georgiy Tixi tomonidan berilgan edi. Ma'lum qilinishicha, shu bayonot orqali Ukraina vakili jurnalistlar yoki Ukraina qurolli kuchlari harbiy xizmatchilarining qurshovdagi hududlarga kirishi yoki chiqishi uchun Rossiyaning xavfsizlik yo'laklaridan boshqa hech qanday imkoniyat qolmaganini tan oldi. Konashenkovning ta'kidlashicha, Rossiya Mudofaa vazirligi tomonidan taqdim etilgan yo'laklar orqali jurnalistlarning ushbu hududlarga kirishini taqiqlash Kiyev rejimiga frontdagi haqiqiy vaziyatni yashirish, xalqaro jamoatchilik va Ukraina aholisini chalg'itish imkonini beradi. Bu harakatlarning asosiy maqsadi Kiyev rejimining yuqori rahbariyati tomonidan g'arb homiylari ajratayotgan Rossiyaga qarshi urushga yo'naltirilgan moliyaviy mablag'larni o'zlashtirish uchun qulay sharoitlarni saqlab qolish, dedi Konashenkov. Kecha Rossiya harbiylari Rossiya prezidenti Putinning maxsus harbiy operatsiya hududida UKK qurshovga olingan joylarga xorijlik jurnalistlarni o'tkazish buyrug'ini olishdi. Rossiya qo'mondonligi zarur holatlarda ushbu hududlarda jangovar harakatlarni 5-6 soatga to'xtatib turishga tayyor. Rossiyada yangi harbiy reja, endi har kun chaqiruv. Putin nima rejalamoqda? Rossiya prezidenti Vladimir Putin 4-noyabr kuni fuqarolarni 1 yilning butun kalendar davri 1-yanvardan 31-dekabrgacha harbiy xizmatga chaqirishga ruxsat beradigan qonunni imzoladi. 2026-yil 1-yanvardan boshlab harbiy bo'limlar har kuni chaqiruv yozuvlarini yuborishi, chaqiruvchilarni tibbiy ko'rikdan o'tkazishi va chaqiruv komissiyasi majlislarini o'tkazishi mumkin bo'ladi. Bundan tashqari, davlat reyestriga elektron chaqiruv yuklangan kundan e'tiboran harbiy bo'limga kelish sanasi 30 kundan oshmasligi kerak. Hozircha elektron chaqiruvlarning amal qilish muddati cheklanmagan. Xizmat o'tash joyiga jo'natish esa avvalgidek yiliga 2 mavsumda amalga oshiriladi. 1-apreldan 15-iyulgacha va 1-oktyabrdan 31-dekabrgacha. Putin shu kuni imzolagan ikkinchi qonun zaxiradagilarni tinch vaqtda ham safarbar qilishga imkon beradi. U Rossiya fuqarolariga ixtiyoriy ravishda zaxirada bo'lish to'g'risida shartnoma tuzgan shaxslarga taalluqli. Hujjatga muvofiq Rossiya Federatsiyasi Mudofaa vazirligi zaxiradagilarni muhim ahamiyatga ega obyektlari va boshqa hayotiy infratuzilmalarni himoya qilishni ta'minlash uchun qo'shimcha yo'nalishlarga yo'naltirishi mumkin. Qonunga izoh xatida qayd etilishicha, u chaqiruv punktlari yukini teng taqsimlash va fuqarolarni harbiy xizmatga chaqirish sifatini oshirishga qaratilgan. Ukrainadagi urush boshlanganidan keyin Rossiyada armiyaga chaqiruv qoidalari bosqichma-bosqich qat'iylashtirilmoqda. Xususan, yagona harbiy xizmatga majbur shaxslar reyestri yaratildi va elektron chaqiruvlar joriy etildi. Trampni Nobelsiz qoldirgan Machado Venesuelada qaysi davlat josuslari borligini aytdi. Venesuela muxolifati yetakchisi va 2025-yilgi tinchlik bo'yicha Nobel mukofoti sohibasi Maria Corina Machado so'nggi intervyularida mamlakat hududida Rossiya va Eron razvedka tarmoqlari faol ekani, shuningdek Hizbulloh hamda Hamas vakillari joylashganini aytdi. Unga ko'ra, Karakas rejimi yillar davomida mamlakatni turli xorijiy tuzilmalar uchun boshpanaga aylantirgan. Ushbu da'volar Machadoning oktyabr-noyabrdagi chiqishlarida yangradi. Machado bu fikrlarni Maduro rejimini xalqaro jinoyatchilik va radikal guruhlar bilan aloqalar orqali mintaqani beqarorlashtirishda ayblarkan bildirdi. U intervyularida Venesuelada kubalik, xitoylik, eronlik, rus agentlari, Hizbulloh va Hamas hamda narkokartellar manfaatlari kesishganini ta'kidladi. Mustaqil manbalar bu da'volarni to'liq tasdiqlamagan. Karakas esa bunday ayblovlarni rad etib keladi. Shu bilan birga Machado g'arb bilan bosimni kuchaytirish tarafdori ekanini yashirmayapti. Ayrim chiqishlarida AQShning qat'iy choralarni qo'llab-quvvatlashi mumkinligini ham bildirgan. Bu esa mamlakat ichida va mintaqada bahs-munozaralarga sabab bo'lmoqda. Machadoning Hizbulloh, Hamas, Venesuela haqidagi bayonotlari siyosiy ziddiyat kontekstida aytilgan. Ular bo'yicha xalqaro tekshiruv va aniq dalillar ommaga taqdim etilmagan. Ukraina Rossiya chizig'ida yangi temir devor Polsha sirli loyihani e'lon qildi. Bloomberg xabariga ko'ra, Polsha Qrim tomon yoki Rossiya bilan chegarada dushman dronlarini aniqlash, bostirish va zararsizlantirishga qaratilgan milliy aksil-dron tizimini bir necha oy ichida ishga tushirishni maqsad qilmoqda. Mamlakat mudofaa vaziri o'rinbosari Cezare Tomchikning bildirishicha, bu tashabbus Yevropa ittifoqi darajasidagi qarorlarni kutmasdan amalga oshiriladi.
Hukumat loyihani e'lon qilgach, uni 3 oy ichida ishga tushirishni rejalashtirgan. To'liq tizim esa taxminan 2 yil ichida yakunlanishi kutilmoqda. Dasturga dushman uchuvchisiz apparatlarni aniqlovchi ko'p qirrali kuzatuv vositalari va avtomatlashtirilgan dronga qarshi mudofaa yechimlari kiritiladi. Qayd etilishicha, dron devori Germaniya, Polsha, Finlandiya va Boltiqbo'ydagi davlatlar bilan qo'shma tashabbus sifatida ham ko'rib chiqilmoqda va u Rossiya bilan chegaraning turli qismlarida, jumladan Ukraina hududida ham joylashtirilishi mumkin. Rossiya energiya markazlari nishonda. Ukraina dron urushini yangi bosqichga ko'tardimi? Oryol viloyati 5-noyabr kuni tongida Ukraina uchuvchisiz apparatlari hujumiga uchradi, deb xabar berdi mazkur Rossiya mintaqasi gubernatori Andrey Klichkov. Uning aytishicha, dronlar parchalari tushishi natijasida bir nechta xususiy uylar va xo'jalik inshooti zarar ko'rdi. Jabrlanuvchilar haqida ma'lumot yo'q, deb qo'shimcha qildi Klichkov. Astra Telegram kanali mahalliy aholi tomonidan olingan foto va videolarni e'lon qildi. Videoda taxminiy portlashning kuchli tovushi eshitildi. Jurnalistlar qayd etishicha, video tasvirga olingan joy orol dan 1,5 kilometrcha uzoqlikda joylashgan. 31-oktyabr kuni Orioldagi issiqlik elektr markazi hujumga uchragan. O'shanda uskunalar shikastlangan va elektr ta'minoti uzilgani haqida hokimiyat xabar qilgan edi. Xuddi shu kechasi Vladimir viloyati ham dronlar hujumiga uchradi, deb ma'lum qildi hudud gubernatori Aleksandr Avdeyev. Vladimir shahri atrofida energetika infratuzilmasi dronlar hujumiga uchradi, deb yozdi u. Uning so'zlariga ko'ra, hodisa joyida mutaxassislar ishlamoqda. Oqibatlarni bartaraf etish ishlari tong otishi bilan boshlandi. Ukrainaning Yelena va Plus monitoring loyihasi ma'lumotiga ko'ra, bu yerda elektr podstansiyasi hujumga uchragan. Sizlarga yetkazmoqchi bo'lganlarimiz shulardan iborat edi. Dunyo yangiliklaridan uzoqlashmang.